Xitoy hukumatı Şinjan azaldılı Cungu'nun ayrılmaz bir kısmı Şinjan G'arbi Han sulalısı davridan tartibla merkezi hukumat tarafidan idora qilinib kelingan degan siyosiy nuqta nazarini birdek bekitib, bu joyning ishg'ol qilingan zamin ekanligini izchil rad qilish bilan Şinjan azaldan Cungu'nun bir qismi deganni inkor qilguvchini siyosiy jinoyat ramkasi ostida qattiq jazolab kelmoqda. Şinjan əzəldən Cungu'nun bir qismi degan bu nuqta nazar və siyasi tamğa Cunhua milleti ortaq eڭi bilan bir gavdlashgan holda Xitoy ommaviy vatanparvarligi, Xitoy millatchiligining bir ifodasi sifatida targ'ib qilinib, hammaning eڭiga singdirilmoqda. Bu nuqtani isbotlash, targ'ib qilish ham tiklashga Xitoy tarixchilari sohasi aktiv qatnashtirilib kelindi. Undaqda bu zamin, ya'ni Şinjan əzəldən Cungu'nun bir qismi bo'lib kelganmi? Bu savolga tarixchilar allburun javob berib bo'lgan. Sobiq Sovet ittifoqining va hozirgi O'zbekistonning ataqli tarixshunoslaridan biri, tarix fanlari doktori professor Ablahat Xo'jayev apandi Xitoy tarixi manbalari bo'yicha Xitoyning Sharqiy Turkiston bilan bo'lgan munosabatlar haqida ko'p yil izlanib bir qism asarlarni e'lon qilgan. Uning qarashicha 18 va 19 asrda ikki qatim Manju imperiyasi bu zaminni ishg'ol qilish orqali keyingi Xitoy uchun bu joyni hozirlab bergan. Tarixda G'arbi Han sulolasi va keyingi Tang imperiyalari davrida o'ttir tuzlanlik xonadonliklari qisqa vaqt Uyg'ur diyorini ishg'ol qilgan bo'lsa-mu, lekin uzun o'tmay bu joylardan ayrilib qolgan. Shuningdan tortib, toki 18-19 asrgacha bu joyda hech qanday Xitoy markaziy hukumatining hukmronligi bo'lgan emas. Professor Ablat Xo'jayevning 1979 yili Moskvadagi Sharq adabiyoti nashriyot tarafidan Qing imperiyasi Jung'ariya va Sharq Turkiston nomli ilmiy tadqiqot kitobi, 1991 yil Toshkentdagi Fan nashriyot tarafidan Qing imperiyasi va Sharqiy Turkiston 18-asrda nomli ikki ilmiy tadqiqot kitobi rus tilida yorug'liq chiqqan edi. Ablahat Xo'jayevning 1991 yili nashr qilingan ikkinchi cho'ng asari, ya'ni Qing imperiyasi va Sharqiy Turkiston nomli ilmiy tadqiqot asarida Qing imperiyasining 18-asrda Sharq Turkistonni qanday ishg'ol qilganligi, ishg'ol qilish urush jarayonlari, qarshiliklar, Qing imperiyasining bu joyga qaratgan siyosati va boshqa bir qator masalalar Qing sulolasi tarixi manbalari bo'yicha atrofli yoritilgan. Uning qarashicha Manju Qing imperiyasi 1759 yili asli 1514 yili qurilgan Yarkan xonadonligini uzil-kesil yo'qotib uni besib olgan. Bu vaqtda 1970 yillarda u Moskvadagi Sovet ittifoqi Fanlar akademiyasi Jiroq Sharq institutida maxsus doktorlik dissertatsiyasi yozgan edi. Padişah Qianlong bu joyni ishg'ol qilish, bu joyda hech qanday mustaqil davlatga yo'l qo'ymaslik siyosatini belgilagan. Qianlong bu joyni ishg'ol qilgan tunji hukmron deydi professor Ablahat Xo'jayev. Endi birinchi qatim Sharq Turkistonni istilo qilish tarixi masalasida Qianlong hokimiyatga kelgandan keyin bu o'zining bir farmonlarida, saroy amaldorlariga uqtirgan bir gaplarida shunday fikr aytilganki, mening ota-bovularim Sharq Turkistonni bo'ysundirman deb ko'p harakat qildi, lekin urush ham qilib ko'rdi. Lekin oxirida mag'lubiyatga uchradi. Endi men boshqacha yo'l tutaman. Qanday qilib bo'lmasa-mu, ichki kurashlardan foydalanib, bu Sharq Turkistondagi ikki xonlikni ichidagi ichki kurashlar, ya'ni ikki xonlik o'tirisidagi kurashlardan, qarama-qarshiliklardan foydalanib turib, men o'z maqsadimga erishmoqchiman. Ondan keyin bu ikki davlatni, ya'ni Ayrat davlati bilan Yakan xonligini butunlay yo'q qilib, taxt varislarini ham yo'q qilib tashlash kerak. Shu bilan birga kelajakda bu Sharq Turkistonda qaytadan davlat tuzumi tiklanmasligi uchun kerakli chora-tadbirlarni ko'rish kerak deb aytgan va istilo qilish jarayonida shu g'oya asosida harakat bo'ladi. Nayt qattiq qo'lliq bilan demak mahalliy xalqning qarshiligini sundirish harakat qiladi va nihoyat g'alaba qiladi. Professor Ablahat Xo'jayevning yakunicha 1759 yil Qing imperiyasi Sharqiy Turkistonni birinchi qatim besib olgandan keyin butun Markaziy Osiyo bo'libmi butun Turkiston ikkiga bo'lindi. Butun Turkiy xalqlar parchalanish yo'liga boshlandi. Çin imperiyasi Ayrat davlati bilan Yarkan xonligini yo'q qilgandan keyin butunlay Turk dunyosining tarixini boshqacha bir yo'lga
yo'llantirib desek bo'ladi. Chunki cho'ng bir hudud Türk dunyosidan ajraydi. Ko'p nüfuzlik bir xalq ajraydi. G'arbiy Turkiston, Sharqi Turkiston ikkiga bo'linib, iqtisodiy tarafdan, siyosiy tarafdan ko'p qatim umumiy birlikka kelgan tarixda bo'lgan voqealar. Shuningdan keyin Sharqiy Turkiston Çin imperiyasi qo'lida qoladi. Keyin bir asrdan keyin Rossiya imperiyasi qo'liga G'arbiy Turkiston qoladi. Shuning bilan Turk dunyosini, ya'ni G'arbiy va Sharqiy Turkistondan iborat bo'lgan Markaziy Osiyoning asosiy qismini umumiy bir iqtisodiy hududga aylantirish yoki birlikka keltirish masalasi qiyinlashib ketadi. Sharqi Turkistonni Çin imperiyasi tarafdan egallashi Markaziy Osiyoda geopolitik nuqtai nazardan ilib qaraganda nihoyatda bir cho'ng o'zgarishga ilib keldi desa bo'ladi. Қазақстандагы Туран университетінің тарих доценті доктор Зульпия Каримова Аблахат Ходжаевның мәзкур 2 ilmi əsərinin tarixdagi Xitoy Çin imperiyasining Sharqiy Turkistonni besib olganligini atropliq yoritib bergan muhim ilmiy asar deb baho berdi. Sharqiy Turkistonning keyinroq Çin imperiyasi tarafidan ishg'ol qilinishi masalasi, ishg'ol qilinganligi masalasi doirasida shu Ablat akaning amgaklari, ilmiy monografiyalari mushu masalaga aniq javob beradigan ilmiy manba deb aytsak xatolashmayman. Chunki Ablat aka o'zining bu monografiyalarida asosan Xitoy tilida yozilgan manbalarni foydalandi. Haqiqatan o'zining Xitoy tilini yetuk bildiganligi bilan farqlandi. Ablat aka shu Xitoy tilidagi manbalarning ma'lumotlarini foydalanib, ularni yana bir bu amgaklarning nihoyat bir cho'ng bir alohidligi yerlik tarixchilarning, ya'ni Sharq Turkistonlik tarixchilarning, Uyg'ur tarixchilarining amgaklarida qo'l yozmalarida berilgan ma'lumotlar bilan selishtirish orqali aniq bir dalil fikrlarni aytib ketadi. Ablahat Xo'jayev o'zining yana bir ilmiy tadqiqot asari Çin imperiyasi Jung'ariya va Sharqiy Turkiston nomli asarini 1864-1878 yillardagi Uyg'ur xalqining Çin imperiyasi va Zozongtang qo'mondonligidagi Manju Xitoy qo'shinlariga qarshi qo'zg'olonlari, kurashlari, Zozongtang armiyasining Yoqubbek rahbarligidagi mustaqil 7 shahar Uyg'ur davlatini yo'qotib, Sharqiy Turkistonni ishg'ol qilishini tafsili bayon qilishga atagan. 1878 yildagi bu Zozongtang Lujintang qo'mondonligidagi Xitoylardan tuzilgan qo'shinning Uyg'ur diyorini ishg'ol qilishi 1864 yili Manjur Çin imperiyasi Uyg'ur qatorliq xalqlarning keng ko'lamli qo'zg'olonida Sharqiy Turkistondan qo'g'lab chiqarilgandan keyin ikkinchi qatim cho'ng ishg'ol qilish bo'lib hisoblanadi. Ablahat Xo'jayev mana mushu masalalarni nihoyat sistemlik atrofliq bayon qilgan. Doktor Zulpiya Karimovaning qarashicha, Rus va G'arb tarixchilarining hammasi tegidek Manjur imperiyasining 18-asrda va 19-asrda ikki qatimliq ishg'oliyatlarni o'xshashli besib olish ishg'oliyat deb qarab kelgan. Endi bu masalaga munosabatli Rus tadqiqotchilarining fikrlariga keladigan bo'lsak, o'z vaqtida Sharq Turkistondan olib ketilgan Uyg'ur tarixchilarining, Sharq Turkistonlik tarixchilarning qo'l yozmalari, amgaklari, hujjatlar asosida o'zining tadqiqotlarini yurgizgan tarixchilar. Atab etadigan bo'lsak, masalan, Dmitriy Ivanovich Tixonov o'zining 19-asrning oxiri, 20-asrning boshlarida yozilgan Uyg'ur tarixiy qo'lyozmalari nomli maqolasida bu zaminning burundan, azaldan, qadimiy davrlardan turkiy tilli musulmon xalqlar tarafidan makonlangan zamin ekanligi, shuning bilan qatorda Çin imperiyasi tarafidan keyinroq besib elingan ham yerlik xalqning o'z vatanini ozod qilish yo'lida yurgizgan ko'plagan milliy ozodlik harakatlari haqida shu maqolada aniq tadqiqot ishlarini yurgizdi. Boshqa ham tadqiqotchilarni aytib o'tsak bo'ldi. Masalan, Bartelt, Veniamin Petrovich Yudin, Yuliya Grigoriyevna Baranova o'xshash olimlar Sharq Turkistonning Çin imperiyasi tarafidan ishg'ol qilinishiga munosabatli masalalarga kengroq to'xtaladi. Shukurda atab o'tgan Duman, Gurevich ham o'zining amgaklarida to'xtaladi bu masalaga. Demak, bu olimlarning barlig'i degidek bu masala ustida mana shunday fikr bildirdi. Ya'ni bu boshqa ham olimlarning fikrini aytib ketsak bo'ldi. Masalan, Yuliya Grigoriyevna Baranovaning
Молымса Сайраминың тарих әміне қолязмасыдaki берілген мәліматларға асасланып, Шарқы Түркістанның ішкенші қытым ішқал қылынышы хақыда yazған мақаласы ба. Ішкенші қытым Цин империясы тарапынан, yani Зозунтан армиясы тарапынан ішқал қылынышы хақыда yazған мақалалар ба. Profesör Abdülhat Hocaevning yakunicha Çin ordusida Sharqiy Turkistonni besib olish masalasida talash tortishlar bo'lgan. Zozongtang Chenlongning ishg'olchilik siyosatiga varislik qilib, bu joyni ishg'ol qilishda ching turgan va oqibatda 1878-yili uning zo'r qo'shini Yaqub Bek rahbarligidagi 7 shahar davlatini yo'qotib, butun Sharqiy Turkistonni besib olgan. Zozongtangmi xuddi shu g'oyani yaxshi o'zlashtirgan. Li Hongjiang bir paytda dengiz mudofaasiga asosiy e'tiborni qaratish kerak. 7 shahar davlatini Xitoyga qaram bo'lgan bir davlat sifatida saqlab qolsak bo'ladi degan taklifni qo'yganda, bu taklifga astoydil qarshi turdi. Hozirlar hamma e'tiborni shu Yoqubbek davlatini yo'q qilishga qaratish kerak deb o'zi imperatoriga yozgan maktublarida bir necha qatim buni ta'kidlab o'tgan. Zozongtang qatorliqlar bu joyni ishg'ol qilgandan keyin 1884-yili bu zaminga Xitoycha Xinjiang, ya'ni yangi zamin, yangidan egallangan yer degan ma'noni beradigan nomni qo'yib, ana shuningdan tortib bu nom izchil qo'llanib kelinmoqda.